Salam dostlar. Bugun men sizlarni oshxonamga taklif qilay. Bu yerda biz eng yaxshi ko'rib yeydigan non pishirib boqaylik. Bulamdi? Oldi bilan non yiqishga kerakli xurishlar bilan tanishib o'taylik. Mana bular un, zeytun yağı yoki odatdagi maybuzmi bu? Tuz, su, köpürgüç, yanılanlı, temlik ve kürken kılıç için üstüde sıplıdan siyadanlar buldu. Undaq bu olsa başlap bakındık. Avval biz xımır yoğurayımız. Xımırını tanrıda yoğursak mı? Yoki mendek tahtada yoğursak mı buldu. Həcə dedikken dese bu xımır yoğursa. Xəmirini yoğurup bulup yarım saatten 4 saatçe saklayınız. Biz bu Qızıl Alma degan chiroyli musiqamizni angar saklayıya. Mana vaqtni tushib qapti. Endi xəmirini ilib başqa tayyorliklarni qilamiz. Bu bosqichni nonni rostlash deydiganmiz. Xəmirini yoğuruş bilan cho'ngaytimiz. Qo'limdagi bu yog'ochdan yasalgan asabni ko'ringlarmi? Buni biz no'g'ush deymiz. Xamirni bizlar tekshi jo'g'andim. Ondan biroz kutamiz va xamirning ustiga piyoz yoki siyodamni tekshi sepamiz. Uni bezak uchun qo'limdagi bu umoqqina bu kichik asab bilan nonning yuziga chiroyli gullarni shaklarini chiqaramiz. Bu asabni bilendikenler eğer yahadınlarda çıkıp kalgan bulsa men dep beray. Bunu çekiş dep ataydı gelmez. Biz bu çekiş bilen tatlıq nenimizni dıxımı kırken kavtaydı şu nenimiz bek oxşap ketadigan bo'ldi jumu. Endi pişirish bosqichida o'timize. Apamning deyishicha nonni aslida to'nurda yaxsa bakmi tamlik bo'ladi ekan-ku. Ammo bizning uyda tuxumur yo'q. Duxovkada pishirib turadi. Mana biz duxovkani issiqligini muvaffaq tanshab 45 minut pishirdik. Da. Qaranglar, nenimiz pishdi mana. Xuddi hilala to'nurdan chiqqandek. Bargan sili suv bo'lib ketib barman jumu. Endi bunu o'tirib, etken çay bilan tugurib ichib, tekshlik tomoq yeb olsam. Yam. Do'stlar, sizlarga bir narsa deyishni unutib qaptiman. Bilamsizlar, non yotdigan bu hunar kasbini qildigan ishni biz navoiy deb deydiganmiz. Sizlar ko'rgandek, men bugun usti bir navoiy bo'ldim. Shundaqku, eğer sözlerimge koşulsanız kanalımga davamlılık erişim. Bulamdu, eminlarga hoş.